Teklimakanның asli tuproqlari qaramadaşlar. O to'g'roqqa sizlarcha necha yil bo'lganda, necha yillarda shu yog'och shunda chirib tugab keta. Sizlarcha voy Saftum kirkitlarda. Mava mana do'stlar. Teklimakanның asli tuproqi shuna. Balkim shu qumlar yani besivilishdan burun bütün Teklimakan shu xil holatda bo'lishi mumkin. Chunki burun bu Teklimakan bir dengiz bo'lgan deb ilm-fan so'zlanadi. Ham bundan burungi jiq sayohatlarimda Teklimakan safarda shunda sig'izliq tuproqning ustida qulul qoplari uçqaşqan avvallar bekcek ham yadiga qo'yib qulul qoplari uçqaşmadi. Sizlarcha Teklimakanning asli tuproqi men degandek shumi? Shunda sig'iz tuproqmi yoki boshqa qarashinglar bormi? Bunda qarashdik do'stlar. Inkas rayoniga qarashinglarni ham beharlansak bo'ldi. Men bir qor bir narsa turdi. Bu nima ekan desak, qaranglar. Bu adam yaşayotgan rayondan 38 kilometr ichida. Shunda sig'izliq. Anda bunda julg'un ushqab qoladi. Undan boshqa chirib ketgan to'g'roqlar. Sho'r tuproq. Neçe yıllık tarihten özgürlüğü, yer şarının geologik özgürlükleri. Qaraqlar qushning po'qtirdi, qushning po'qi. Demak, mishadi bu yashayotgan jonivorlar bor degan gapda. 38 kilometr keladi odam bayaga. 38 kilometr qumliqqa nisbatan xeli cho'ng gap hisoblanadi. Nurg'un do'stlarimiz 38 kilometr yaqin araliq deb qaraydilar. Lekin qumliqqa nisbatan qaranglar. 38 kilometr ishga kirish xeli mushkul gap. Nurg'un yerda mashina bitib qoladi. Andamda mashinalarni kiramaydi. Nurg'un jobduqlar bilan degan gap do'stlar. Tor tavaskarlari yurak berib saqlab meni qo'shmagan do'stlar qo'shilinglar. Teklimakamda bayatdan bir voqeaga uchirdik biz. Qiziqarli voqea. Keyingi qismda bayon qilib beraman.